Bismillahirrahmanirrahim. Misvoq qilmoq sunnatdir. Dalil Zayd ibn Khalid al-Juhani radhiyallohu anhu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamdan eshitganlarini rivoyat qiladilar. An Zayd ibn Khalid al-Juhani قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال أبو سلمة فرأيت زيدا يجلس في المسجد وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب فكلما قام إلى الصلاة استاك. Zayd ibn Khalid al-Juhani radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan eshitganlarini aytdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: agar ummatimda mashaqqat bo'lib ketmaganda edi, har bir namozda misvoq qilishlikka buyurgan bo'lar edim dedilar. Abu Salama radhiyallohu anhu aytdilar: Zayd radhiyallohu anhuni masjidda ko'rdim va albatta u kishining quloqlarining ustidan misvoq qistirilgan edi. Go'yoki haligi kotib yozuvchi qalamni qulog'i ustida qistirib olgani kabi. Va har bir namozga turgan vaqtlarida misvoq qilardilar deganlar bu hadisni Imom Bayhaqiy va Termiziylar rivoyat qilishgan. Shunday ekan, birodarlar, bu misvoq qilishlik insoniyatning eng bir chiroyli fitratidan hisoblanadi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam 10 ta fitratni bittasidan hisoblaganlar. Agar misvoqi yo'q bo'lsa, qo'li bilan, ya'ni o'rta barmog'i bilan tishlarni o'rtasini tozalash kerak yoki biron bir achchiq o'sha hidni ketkazadigan kirdi, tishdagi bo'lgan kirlarni ketkazadigan narsa bo'ladigan bo'lsa ham bo'ladi. Mana hozirgi o'zimizda vaqtimizda bor zubnay pastalar hammasi shu kifoya topadi. Mana shu holatda qilishlik kerak va ibodatda bir chiroyli bo'lishlikda ham misvoq sababchi bo'lib qoladi. Misvoqda albatta fazilatlari juda ham ko'p va masjidga o'tirgan vaqtga ham biron bir joyda turgan vaqtda ham ikkinchi kishida shu og'izdan keladigan badbo'y hidlar bormaydi. Yoningizdagi bo'lgan birodar shundan azob chekmaydi. Shuning uchun ham misvoq qilishlik bu albatta sunnatdir. Buni qilishlik kerak va agar misvoq bo'lmaydigan bo'lsa, mana shu zubray pasta ishlatish kerak imkon qadar. U ham bo'lmaydigan bo'lsa, biron bir achchiq daraxtni bir bargidanmi, shunga o'xshash yoki bir novdasidanmi olib kelib ishlatish kerak. Alloh subhanahu va taolo hammamizni chiroyli fitratda bo'lishligimizni, payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning so'zlariga amal qilishligimizni nasib qilsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.